Assalomu alaykum hammaga. Yana bitta zakaz bo'ldi. Mana shunaqa panel bor, солнечный panel. Mana demak, солнечный panel. Bundan yana bitta bo'ladi uzunasiga. Zakaz demak nimadan iborat? Mana shu солнечный panelni shunday qo'yish kerakki, tak, чтобы mana bu akkumulyator 12 voltlik zaryad olsun bundan. Keyin zaryad olib 4 ta mana bunaqa akkumulyator motorni aylantirishi kerak. 4 ta shunaqa motorni. Tak, hozir ishimiz nimadan iborat? Mana buni agar primoy agar hozir uzib taylaylik. Motorni agar qo'ysak agar primoy, mana primoy qo'ysam agar bunga 12 voltga nima bo'ladi? Qo'yib ko'ryapmizmi skorostni? Skorostni qaranglar. To есть akkumulyatordan primoy mana bunga 12 volt kelyapti. Bor kuchi bilan. Qancha kuchi bo'lsa shuncha beryapti. Bu tez aylanyapti. Shuni asta qilishimiz kerak. Demak, точно shunaqa motor tekshirish uchun nagruzkada уже mana moshincha borku, moshincha. Bu просто tekshirish uchun moshincha, lekin bu moshinchaga bo'lmaydi. Bu mana shunaqa panelga bo'ladi. солнечный panelning ustiga moyka qiladigan avtomat robotcha yasayapti. Bundan zaryad oladi. Bu motorlar bilan shotkani aylantirib солнечный panelning ustida yuradi. Tozalab. Motori просто bir xilligi uchun bu qanaqa motor bo'lsa, bu ham точно shunaqa mana ikkita motor. Demak, buni ham agar o'zi mana qo'shsam agar bu motorni ham moshinchanikini nima bo'ladi deb o'ylaysizlar? Обязательно bo'ynaki narsa bo'ladi. To есть mana bu motor bor kuchi bilan aylanadi mana. Ko'ryapsizmi? Bor kuchi bilan oxirgi kuchi bilan. Agar shotka va tak, o'zim buni uzib taylay. Agar shotka bu panelda shotka qo'ysa, bu akkumulyatorga ulasa motor bilan shunaqa skorostda aylansa, tez ketib qoladi. Bularni солнечный panelni sindirib ketishi mumkin. Nereguliruемый bo'ladi. Shuning uchun regulirovka qilish uchun tak, bunga o'zi driver yasaymiz. Driver bilan boshqaradigan qilamiz. Plavный start, to есть startni bunaqa резкий bo'lmaydi. Startini уже mikrokontrollerdan boshqaradigan qilamiz. Plavный bo'ladi. Va plus buni Wi-Fi dan boshqaradigan qilib ber telefonda deb aytgan. Shunisi ham qo'shib beramiz. Qolgani keyingi videoda.